Bu Kusherbayev aslida mis zapravkasini yoki qaysi zapravkani sudga berishi to'g'ri emas. Yutqizishligi aniq bu yo'nalishda. Qonunni chiqargan tashkilotni sudga berish kerak. Agar to'g'ri yo'ldan yuraman desa. Lekin Kusherbayev yurist odam, bilish kerak, bu asosda yuta olmasligi aniq. Mahallangiz yoki katta yo'lga palasa chiziq chizib qo'yilgan. O'sha palasadan o'tayotdingiz, sizni bir kishi kelib falonchi deyapti, palasadan o'tdi deb sudga beryapti. Palasadan o'tgani uchun deb sudga beryapti. Sudya nimaga palasadan o'tding desa, chunki palasani chizib qo'ygan, shunga o'tdim deydi o'tgan odam. Va uni sudya oqlaydi. Hozir apellyatsiya bo'ladi, unda ham yana Kusherbayev yutqizadi. Buni bilib turib qilyapti menimcha, biladi buni. Keyin taftishga beradi, unda ham yutqizadi. Sud tizimini ishonchsiz, adolatsiz qilib ko'rsatishga urinish borga o'xshayapti meni ko'zimda. Dedim, keyin ko'pchilik yana so'radi Kusherbayev mavzusini. Kusherbayevni xalq dardi, xalqchilik, xalq uchun harakat qilyapmiz degan harakatlariga nima deysiz? Menimcha oxirgi bo'lgan sud jarayonlari, masalan, sudda Kusherbayev o'zi yurist, mutaxassis sifatida mis zapravkasini, mis o'sha ayoqishni rahbarlarini sudga berishi to'g'ri tanlov bo'lmagan, to'g'ri yo'l bo'lmagan. Yutqizishi aniq. Aniq edi. Chunki qarangda, bunday narsa bor. Mahallangiz yoki katta yo'lga palasa chiziq chizib qo'yilgan. O'sha palasadan o'tayotdingiz, sizni bir kishi kelib falonchi deyapti, palasadan o'tdi deb sudga beryapti. Palasadan o'tgani uchun deb sudga beryapti. Sudya nimaga palasadan o'tding desa, chunki palasani chizib qo'ygan, shunga o'tdim deydi o'tgan odam. Va uni sudya oqlaydi. Hozir apellyatsiya bo'ladi, unda ham yana Kusherbayev yutqizadi. Buni bilib turib qilyapti menimcha, biladi buni. Keyin taftishga beradi, unda ham yutqizadi. Chunki bitta narsa bor. Esdan chiqarmanglar. Konstitutsiya ustun turadi, qarordan, qonundan ustun turadi degan narsani tatbiq qilishyapti-yu. Bu Kusherbayev aslida mis zapravkasini yoki qaysi zapravkani sudga berishi to'g'ri emas. Yutqizishligi aniq bu yo'nalishda. Qonunni chiqargan tashkilotni sudga berish kerak. Agar to'g'ri yo'ldan yuraman desa. Lekin asli bu to'g'rimi? O'sha zapravkalarda naqd pul olmasdan faqat kartadan yoki kartaga pulni o'tkazib o'shandan to'lashlik yo'nalishi to'g'rimi desa, buni o'rganib chiqish kerak. Men biroz o'rgandim. Men bilgan, taftish qilib topgan narsa shu. Zapravkalarda o'g'irlik benzinlar bor. Sifatsiz benzinlar sifatli benzin qilib qo'shib, boshqa joydan o'g'irlab olib kelib sotilayotgani xabari bor. Neftlar o'g'irlanib, benzinni qo'lbola qilib yasab sotayotganlar bor. Kontrabanda orqali olib kirib sotayotganlar bor. Bularni 12% boji bor va shunga o'xshagan ko'p to'lovlari bor. Bularni hammasi bu kontrabandistlarning cho'ntagiga ketyapti. Xalq, bizning pulimiz ularning cho'ntagiga ketyapti. Buni nazorat qilish uchun mana shu qonun chiqarilgan, hammasi kartaga to'lansa, kim qayerdan qancha quygan, zapravkada qancha bor, hammasi ko'rinib turadi. Nazorat qila oladi. O'g'irlik, sifatsiz benzin mahsulotlariga chek qo'yiladi. Men sizlarga buni sababini o'rganganimni aytyapman. Ya'ni xulosa o'zingizlardan. Lekin bu joyda bitta muammo bor. Naqd pulingiz yo'q. Bo'lsa ham naqd pulingiz bor, kartada pul yo'q. To'lashga qiynalyapman.
o'sha joyda paynetni qo'yib qo'ygan yoki bitta apparatni qo'yib qo'ygan, unga tashlasangiz 1,5% pul yechib olyapti. Davlat qonunchiligida mana shuni nolga tushirish kerak. Endi ular ham xususiy, paynetchilar ham xususiy bo'ladi. Yoki alohida benzin uchun karta ochish kerak, cashback o'shanga alohida tashab berish kerak. Uni to'lovini, pulni unga aylantirish to'lovini bank sistemasida qandaydir yechish kerak. Xalqning zimmasiga yuklamaslik kerak. O'tdan 1%, 1,5% cashbackda qaytaryapti ekan, 1% cashback qaytarar ekan. Lekin o'sha 0,5% ham yutqazmaslik kerak. Muammo shunda yechiladi. Endi aqllilar chiqadi, aytadi sizga, bizga savol beradi-da, pul hamma joyda o'tish kerak deydi. To'g'ri, lekin konstitutsiya to'lov usullari haqida gapirmaydi. Konstitutsiya pul hamma joyda o'tadi deb ya'ni bayonot beradi. Konstitutsiyada bu yozuv bo'ladi. Pul, O'zbekiston puli hamma joyda o'tish kerak yozadi. Lekin siz sotayotgan narsangizni to'lov usullarini vaziyatga qarab belgilaysiz. Misol, qayerdandir masalan qaysidir zavoddan mahsulot olmoqchisiz, zavod aytadiki, naqd emas deydi, prechistlenni o'tkazasan deydi. Unga naqd ko'tarib borib turib, sen to'laysan, olasan deya olmaysiz. To'lov usullarida prechistlenni talab qilishga haqqi bor. Mashina olsangiz, naqd pul ko'tarib borsangiz, olmayman deyishga haqqi bor. Salonlarni kartadan tashlaysiz yoki prechistlenni o'tkazasiz, счётga o'tkazasiz deyishga haqqi bor. To'lov usullari kelishuv asosida bo'laveradi. Endi Kusherbayevning bu qilayotgan ishi xalqni o'ylab qilayotgan ish deb juda PR bo'lyapti. Lekin Kusherbayev yurist odam, bilish kerak, bu asosda yutolmasligi aniq. Sudyalar agar mobodo Kusherbayevning tarafiga hukm chiqarsa, unda palasadan o'tgan odam jinoiy javobgarlikka tortildi degandek mantiqsiz bo'lib qoladi. Qonunni bilgan odam, huquqni bilgan odam buni tahlil qila oladi. Men mana shu narsaga urg'u beryapman. Endi bu joyda bilmayman PR qanaqa ishlatiladi. O'zbekistonda sud tizimi adolatsiz degan narsani fon chiqarishmoqchimi? Meni bilishimcha O'zbekiston tarixida, mustaqil O'zbekiston tarixida sudlar bugungi kunni singari erkinlikka harakat qilgani bo'lmagan tarixda. Erkin sud, ya'ni mustaqil sud tizimi yaratilyapti. O'zbekiston tarixida, mustaqil O'zbekiston tarixida oqlangan odamlarni deyarli ko'rmaganmiz. Oqlanmagan birortasi eng kamida amnistiya bilan chiqarib yuborgan. Hozir oqlanyapti. Hozir advokatlar, prokurorlar bilan tashashyapti. Bitta ishga 5 ta, 4 ta, 10 ta advokat olib bora olayapsiz. Sudyalar, prokuratura, advokatlar o'rtasida shunaqa bahslar bo'lyapti. Bir qancha advokatlar chiqib, mana bugun yutib chiqdik deyapti. Mana bugun yutib chiqdik. Ko'p temalarni ko'ringlar. Demak, bunaqa vaziyatda bu oddiy narsa emas. Sud tizimini ishonchsiz, adolatsiz qilib ko'rsatishga urinish borga o'xshayapti meni ko'zimda. Yana bu fikrga qarshi fikringizni bildirishingiz mumkin. Men ham o'zimning fikrimni bildiryapman. Jarayon yuridik soha bo'yicha o'rganinglar, kuzatinglar, Kusherbayev mavzusini kuzatinglar. Juda katta ehtimol bilan bu joyda, ya'ni sudyalar mis zapravkasini xodimlarini javobgarlikka torta olmaydi. Ular ham qonun chiqarilgan qonunga ko'ra amal qilyapti. Qonun noto'g'ri desa, qonun noto'g'riligiga zapravkani egalari javobgar emas. Mana sodda shu.